hijobsiz tushgan rasmlari bor menda, yalang'och rasmlari. Tarqatib boraman. Erkak boshida bergan va'dalaringchi, boshida karillaganlaring, tilingni chiqarib gapirganlaring, kelajakda mamnaqa bo'ladi deganlaring qani endi? Oxiriga kelib endi ko'tni ishini qilib ketishmi? Boshida senga ishonib, mayli turmushga chiqarman, yaxshi olib ketarmiz deb rasmlarini tashlagandir. Yaxshi ko'raman shu insonni. Chunki yurakni boshqarib bo'lmaydi. Yurak sevib qolsa bo'ldi уже. Ishongandir. Oxiriga kelib bu ish qilish to'g'risi umuman erkak kishiga yarashmaydi. Qizlar, sizlarga bitta zo'r maslahat. Emotsionalni uzoqroq tutish, emotional detachment deyiladi. Sal o'zingizni uzoqroq tutursiz, bo'laman. Unda olib qochasiz. Hamma joyda obro'yingiz baland turadi. Bunaqa holatlarga ham tushmaysiz.